Assalomu alaykum kuzatuvchilari, Gipsa blog ishqibozlari, Mashhurot Ergashev Gipsa blog bilan shug'ullanaman ham daromad qilaman. Rosa ko'p savollar bo'lyapti. Aka, bundan uy qursa bo'ladimi? Toshkentga nech pul jo'natyapsiz? Zominga nech pul jo'natyapsiz? Qo'qonga nech pul deydi. O'zi adresimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida. Mana pina bloglarimiz quruqligi, mustahkamligi. Buni razmerlari 60, 30, 20 bo'ladi. Mana uzunligi 60 sm bo'ladi, eni 30 bo'ladi, balandligi 20 bo'ladi. Bunda bemalol uy qursa bo'ladi. Qurib yotibdi mana. Hozir mana zomindan mashina kelgan, yuklashni boshlaganmiz. Hozir videomiz davomida uni ham ko'rsatib o'tamiz. Bundan bemalol uy qursa bo'ladi. Buni serialarini to'liq qo'shilgan holatda uy qursa bo'ladi bemalol. Agar kimgadir shunaqa Gipsa blog kerak bo'lsa, ekran ostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlari mumkin hamda bitta like, podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilan biz sog' bo'linglar, salomat bo'ling.